فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد فيها حب فيها وجد واشتياق لا يحد يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشدو يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlar: Men va yetimni o'z kafilligiga olgan kishi jannatda mana shunday bo'lamiz deb ikki barmoqlarini birlashtirib ko'rsatganlar. Bugun 2025-yil 5-noyabr, haftaning chorshanba kuni. Biz otalik mehridan mahrum bo'lgan yetim bolalar uchun $1400 kafillik mablag'larini tarqatdik. Allohning izni ila. Bu xayrli amal saxovatli inson Abu Sulaymon nomlaridan amalga oshirildi. Alloh taolo ulardan bu amalni qabul qilsin. Ularni eng go'zal mukofot bilan siylasin. Ularning mol-mulklariga va farzandlariga baraka bersin. أموالهم وأولادهم وأن ينبتهم نباتا حسنا.